Mahmudjonning vatandan ayrılığına xeyli yıllar bo'lib qopti. Vatanda vaqtida bek bayashat bo'lmasa-mu, o'ziga tushliq, baxtlik oilasi bor edi. O'zi ota miros zagarchilik to'kinni rahat aylantirib, ayoli va ikki bolasini guldek boqatdi. Ularning jamiyati an'anaviy dindor oila bo'lgach, Mahmudjonmo bir o'g'il va bir qizini yaramliq odamlardan bo'lsin deb topgan taginni yig'ib Misrga o'qishga chiqargan edi. Keyin qismatdan bo'lishi kerak. U vatanni tashlab qochib chiqishga majbur qolgan edi. Anglashlarga qaraganda uning bu yo'lni tanlashiga ko'chada yuz bergan bir to'qinishda nohaqchilikqa uchrag'uvchi bir Uyg'urni qo'g'dayman deb bir manqiqtayga bir kalla atqini sabab bo'lgan ekan. U shu kalla sabablik bir yil nohaq turmada yetibdi. Ve türmeden çıkıpla Xitay hükümeti allaqandaq bir sebepler bilen hamma odamga pasport berib atgan shamalda pasport ishlatib Türkiye orqali Yevropaga kelib olgan ekan. U Yevropaga kelib uzun o'tmayla Misrga berib ikki bolasini ko'yib ketdi. Ve bir amallarni qilib Yevropaga akilib olganligini va'da qilib qaytib kelgan ekan. Bolalar vatanda qolgan opisiga tartishganligini isbot qilgan bo'lsa-mu, dadasining aytganlariga qo'shilgan ekan. Uzun o'tmayla Misrda yer tevrabdi. Va u yerdagi Uyg'ur o'quvchilar bir-birlab vatanga majburiy qaytarilishga boshladi. Mahmudjon ikki bolasi bilan kunda degidek ko'rishib turadi ekan. Va ularga hargizmi vatanga qaytmasligini, o'zining yo'l mengib ishni bir yerga olib qo'yganligini hamda uzun o'tmayla Misrga yo'lga chiqadiganligini chekilagan ekan. Bir kuni u telefon qilib bolalari bilan ko'risha olmay qoldi. Va 2 kundan keyin uchadigan aeroplan biletining vaqtini o'zgartib, darhol Misrga uchibdi. Misrga kelibla taksiga o'tirib, bolalari turadigan kiralik uyga uchgan Mahmudjon ular turgan uyning eshigining ang echiq turganligini ko'rib qattiq cho'chibdi va uyga o'zini etibdi. Uy quruq bo'lib, yerda chechilib yotgan kitoblar va qizning qizil rangli chamdini ko'zga chiliqib turadi. Qarmoqqa qizi tehi chamdanga kiyimlarini selib bo'lolmay turibla uydan ayrilgandek qiladi. Nima qilarini bilmay tengirqab qolgan Mahmudjon darhol taksiga o'tirib, bolalarining saboqdoshlari turadigan maktab yotiqiga uchibdi. U yerda Alloh-zotlikda yuk taqlarini tayyorlayotgan bolalarining bir saboqdoshini uchirtibdi va bolalarini so'rabdi. U bola Mahmudjonning quchog'iga o'zini etib, pang'ata yig'lab ketibdi va esadab turib Mahmudjonda da vaziyat pek keskin. Xitoy hukumati hammamizni vatanga qaytishga zo'rlayotdi. Hamda qaysangmi qaytsan, qaytmasangmi qaytsan deb ochiq so'zlayotdi. Bugun bir Uyg'ur saqchi menga videoliq chat qildi. Qarasam yanida yashnab qolgan onam bor ekan. Bechora onam baq o'qib ketgan chiroy. U menga titrak ovozda yig'lab turib, "Jinim bolam, darhol qaytib kel. Men jon uzay deb qoldim. Keslim bak ig'ir. Seni oxir qitim bir ko'rib olay" dedi. U Uyg'ur saqchi menga konsulxonaning vatanga qaytishimga yordam qilganligini hamda at konsulga berishim kerakligini aytdi. Bizning bir qism saboqdoshlarimizni Misr saqchilari rasmiy to'liq emaskan degan yo'qolan bahonalar bilan majburiy aeroplanga selavatdi. Bir qism yo'li borlar Turkiya va Sudan taraflariga qochdi. Yo'li yo'qlardan mushu atrofda mo'kib yurganlar oz emas. Mening bolarimchi, ular to'g'riq nimalarni bilsan? Anlasam, tünigun kesh Misr saqchilari ular turgan uyga bostirib kirib, ularni rasmiyati to'liq emas degan bahona bilan aeroportga elib ketganmish. Buni boshqalardan oldim, kesin qilolmayman. Mahmudjon
tuyuqsiz beshiga bir bozg'on urilgandek turgan yerda pulang'ata keyni ko'chib ketdi va beshi karvat qirg'i urilib hushidan ketdi. Bechora ota bir vaqtlarda hushiga kelib, o'zini o yotoqda yolg'iz ko'rdi. Bayqi balamo g'oyib edi. Uning darhol esiga kelgani aeroportga yo'l elish bo'ldi. Aeroportda bugun qandaqdir soqchilar og'ib qolgandek ko'rinadi. U uchish zaliga yugurgan peti berib, ichiga o'zini atgan bo'lsa-mu, navbatchilar uni to'sib oldi. Bechora ota keyniga bir qancha qadam yenib, to'saqdan atlab o'tmoqchi bo'lganda qilib o'zini ichiga atdi. U gerçi to'saqdan o'tadigan bo'lsa-mu, puti allaqandaq bir nimalarga tutishib yiqilib tushdi. Bir qancha qora patak soqchi yugurishib kelib uni besib oldi va qo'liga kalabchi silib so'rab elib mangdi. "Bolalarim!" deb to'ladi Mahmudjon bor ovozi bilan. U mushu so'ralgan peti elib ketilayotgan holatida bir qism soqchilarning Uyg'urga o'xshaydigan bir qism yoshlarni so'rab degidek ichiga elib kirib ketayotganligini ko'rdi va ko'zlari qorong'ulashib, mag'dursizlandi. Aradan yillar o'tdi. Mahmudjon ne hayat, ne o'lik ekanligini bilolmagan bir holatda kun sanaydi. Bechora odamning hayotdan kutadigan hech nimasi qolmagandek qiladi. Chiroyida qon didori qolmagan bu ota ba'zida bu razil dunyodan o'lib qutulishni o'ylaydi. Ammo aytishlariga qaraganda musulmonlarda o'lib o'lish harommish. O'ylamay desam-u, ikki o'moq farzandining go'zal simolari kech kunduz uningga namoyon bo'lib, uni qandaqdir bir ishlarga undaydi. Intiqom o'ti butun vujudini chirmab olgan edi. U bir qancha qatim qo'liga qurol elib, hozirmi bo'lib boqdi. Ammo men qon to'ksam dushman emas. Avval o'z xalqimni terroristlik qilib yuzimizni to'kdi deb namozimni tushirmay qolarmi? Degandeklarning xiyoldan vallati kechirib, turgan yerda o'tirib qolgan edi. Bir kuni u o'z turishliq davlatdagi tashkilot mas'ulining uyiga bordi va ko'ngildagini to'kdi. Kesim qila olmayman. Ammo anglashlarga qaraganda Xitoylar o'g'limni lagerda urib o'ldirib o'tibdi. Qizimni 18 yillik kesgan ekan. Uni Xitoy iblislari turmada oyoq osti qilgan o'xshaydi. Uzun o'tmayla uning allaqanday sabablar bilan o'lganligining xabari chiqibdi. Mening adda yoshimning hech ahamiyati qolmadi. Men Xitoydan qonga qon qisos olay deyman. Bilmadim, siz qanday qaraysiz ekan? Mahmudjon, ko'nglingizni tushunaman. Debdi tashkilot mas'uli qiyosan qarab. Bu ish nurg'unlarimizning boshiga keldi. Ammo pitning ochig'ida chapanni o'tib solsa xato qilgan bo'lamiz. O'ylab beqing. Bizga bevosita yetakchilik qilayotgan qurultoy nizomnomasiga zo'ravonlikqa, terrorizmga qarshi turamiz deb aniq yozgan tursa, ham barliq so'rovlarda shuni ta'kidlab kelyapsa, siz agar bir ish terib qo'ysangiz, bu ish siz bilan ketmay, balki butun da'vo ishlarimizga passiv ta'sir ko'rsatadi va bu davlatdagi Uyg'urlarning ishini taslashtirib o'tadi. Hatto bundan keyin Uyg'ur qabul qilmaydigan holatmi shakllanishi mumkin. Shunga sabr qilganimiz yaxshi ekan. Mahmudjon un chiqmayla o'rnidan turibdi va xo'shlashibdi. Yo'lda ketib etib, o'z-o'ziga so'zlab ketibdi. Savir? Bu qandoq lamzalla savir? O'z jon jigarlaringni qonxo'r Xitoy hech sababsiz vahshiylarcha o'ltirsa, yana men savir qilishim kerakmi? Biz nimandoq latta yaramas insonlarmiz? Bizni inson deyish to'g'rimi? Mushu holimizda
Xitoy bizni bir kuni sho'pig'chilab yevatmasmi? Bu anangni, bu sening shu nizomnomangga mingni. Ochiq tamaka uning g'azabini sal bosgandek edi. U ana shundoq o'ziga o'zi so'zlagan peti yetib qoldi. Bir kuni bir yaqini Mahmudjonni izlab keldi va uningga Afrikada bo'lib o'tgan yig'ilishda e'longan muhim qarorlar ichida dushmandan intiqom olishning kurash nishonlariga kirgizilganligini aytdi. Mahmudjon birdilla qaytadan tirilgandek bo'lib o'rnidan sakrab turib ketdi va birdi guykirab yondagi limg'a kelishtirib bir mush urib edi. Uy xuddi yer davrigandek silkinib ketdi. U endi yashashdagi nishonini tepib olgandek ko'rinadi. Mahmudjon jangga otlandi. Uning bu hayotda endi qisos elishdan boshqa hech qanday orzusi yo'q edi. Bu yo'lda ming o'lsimi rozi edi. U uzundan o'z tug'an shaharda Konz instituti nomida bir Xitoy maktabi qurilganligini biladi. Burundan siyosiyga qiziqmaydigan Mahmudjon chetga chiqqandan keyin vatan haqida jiq ishlarni bilib qolgan edi. Va bu maktabning Xitoy jahongirlarining dunyoni bosh egdirish yo'lida qo'llanayotgan vositalarining biri ekanligi. Endi bunday maktablarga Xitoyning eng sodiq diplomatlarining mas'ul bo'lganligini odam biladi. Xeyli kunlar bo'ldi. U bu maktabning atrofidan ketmadi va maktab mudiri bo'lgan Xitoyning yurish turishini kuzatdi. Va bir qancha qatim mashina haydab iz besib, bu paynakbash Tonkay Xitoyning uyining nariligini bilib oldi. Bu Xitoyning uyi shahar sirtidaroq bir xoli yerga joylashgan dachchiroy uy bo'lib, atrofi o'rmon bilan qoplangan. Tomlari egiz bo'lishiga qaramay, tikanlik simlar bilan o'ralgan edi. Uyning yenidan shildirlab beqib o'tadigan bir kichik o'stanmi bor edi. Bu Xitoy har kuni ishdan tushibla atrofdagi bir cho'ng savdo markazidan kerakli narsalarni setib olib, avtomatik ochiladigan eshikdan kirib ketadi va darvozani darhol etib oladi. Darvozaning ichki temaga kameralarning bekitilganligi aniq ko'rinib turadi. O nishonini belgilagan Mahmudjon bugun kech harakatga o'tdi. O o'rmon ishi bilan bir amallarni qilib, uyining orqa temaga yaqinlashdi. Va tomga chaddaslik bilan yomishib, tom ustidagi tikanlik sim to'soqning ustiga o'zi elib kelgan qalin choponni yopdi. Va tomning ishqirig'iga esilib, serilib pastga tushdi. Hovlining ichi cho'ng bir bog'cha bo'lib, u bog'ni bo'ylab uy tarafga yaqinlashdi. Yozning to'muz issiq kunlari bo'lib, uyning balkonga tutishilgan aynaklik eshiklari g'ang ochiq edi. Uyning ichidan layla chiqayotgan tamaki islari bir xil badbo'y, sesq puroqni o'ziga hamroh qilib, shu qadar go'zal bezalgan bog'liq o'ylani cho'chqa qo'tinidek sesib o'tgan edi. Mahmudjon ko'ngli elishib, palay kiygan qo'llari bilan burnini yetib oldi va asta bo'ynini so'zib uy ichiga qaradi. Mehmonxona uyidagi sofaning bir tarafida Tonkay Xitoy usti yalang'och holatda kalta ishton bilan tomoq chekib o'tiradi. Yana bir tarafdagi sofada bo'lsa, cho'chqadek semiz ta'tiyi qo'lida romka tutgan holda nimalargadir g'ingshib naqsh etib o'tadi. Televizorda bo'lsa Xitoyning changchilisi. Fursatni ko'rgan Mahmudjon un-tinsiz menib uy ichiga kirdi va balkonga yaqin qo'yilgan ayrim sofaga kelib asta o'tirdi.
Onun kiyip algаны yumşak sport ayığı bolğaç, öydeki Xitay çoşqulary hiç tiviş sezmegen idi. Ve közlerini televizor ekranına tikip mezze kılışıp oturdu. Jön tamagoyin. Tonkay Xitay şiredeki botulkadan bir rumka koymakçı bolup şirege enişti. Ve bir nimeni sezgendek tuyuksuz onunğa qarap, ayrım sofada biharaman oturgan Mahmutcan'ı görüp "Ayya!" dep çiqirip etdi. Ve derhal orundan turup ishikka özünü atmakçı boldu. Boşuydu o. Mahmutcan'ın bir vaqırışı bilen orunda ketip turup qalgan Tonkay Xitay onun qo'lidagi qo'ralni ko'rib, arkasındaki tamga aran yönünü aldı ve ihtiyarsız halda iki kolunu asmanga götürdü. Xitay tətiyi bolsa g'arq mestek kılattı. O tuyuqsuz yüz bergen bu hadisinin rastlıqıga işenmegендek qo'lidagi qadahni guppudu götürüp ötüp orundan turdu ve Mahmutcan'a astağa yakınlaştı. O Mahmutcan'ın beşiğe çekip algan ay yulduz sürülgen kök bayraqlıq baldaqni körgenden keyin birdilla can kirgendek haybe qildi ve şalokini çeçip turup "Ha, Veyzuran, Kung Bu Fınzı, Jnişerin" dep vaqırdı. Mahmutcan bu çoşqunun vücududaki sesiqçılıqqa chiday almay ko'ngli elishgandek bo'ldi ve tertür çapalaq bilan bir uribdi. O semiz çoşqa tam örilip düşkendek kulup bir de yerge yıkıldı. "Onu bağla!" dedi Mahmutcan Tonkay Xitayga hitap kılıp. "Şin şin!" dedi Tonkay Xitay dirdi titrigen oldu ve Mahmutcan uzatkan plastik tanı bilen öz tetiğinin kolunu arkaga bağlap sofaga yatqızıp koydu. Xitay tetiği tayak zarbisidan hoşidin ketkendek kıladı. "Otur!" dedi Mahmutcan Tonkayga ve onun kolunu arkaga bağlap sofaga oturguzdu. Andan temtirmey kelip öz oturgan tek kişilik sofaga kelip oturdu. O korkundan közlerden toxtumay yaş ekip yığlamsırap oturgan Tonkay Xitayga alayıp qarap özü tağdın bağdın ügünüp algan çalı Xitayçısı bilen hitap kıldı. "Ben normal bir hayat yolunda artıkçı arzulardan muhali yaşap jürgen bir addi bendeydim. Sen kanxorlar Uygur bolganlığım üçünla hayatımni xanı vayran kılıştan. İki balamga qoşup 100 minglagan beguna Uygurumni öldürüştün. Mening bugünkidek alga kelişimge bütünley sender sebepkar. Mening hazır kallamdan keçip algany fakat ve fakat iki balam ve günahsız öldürülgen Uygurlarımның intiqamını eliş, bilip koy. Mende hiç günah yok" dep yığlamsırdı Tonkay yalvargan ahangda. "Hemmisi şu komünist partiyanın işi. Ular Uygurlarla emas, milyonlagan beguna Xitaylarni mı öldürdü? Men ularning qilığına izchil qarshi turib keldim. Undaqda nemiş ularga vakillik qilib bu yerga keldim? Hemmisi turmuş üçün, yaşaş üçün xizmat gerek. Men xizmat qilib atqanlı biri. Men Uygurlarni söylemen. Ağzını yum. Uygur degan şeref tünamni ağzını algıcı bolma. Men sen işlerini 5 qo'ldek bilip kettim. Iğır künde kalganda ayağlan kızını solap berip bolsunmu iştek sesiq jenani qutuldurushga urinishsan. Eğer muştapda senin ornunda men bolgan bolsam, ne kadar vahşi hayvan işkenlikini körgen boladık. Endi bizni mengü alışalmaysan. Qisas bizning qinimizga sınıp boldu. Sen çoşqalar bilen birga yaşaş emas, yeningda turishmi biz uchun ajoyib numus. Ağzını yum. Ötünüp qalay. Hayatda tapqan təginimning hammasi sening bolsun.
qo'lingga hozirli 1 million yevro tutqiza olayman. Nima desang hozir qilay, meni o'ltirma. Bu anangni cho'shqa. Hayatning qimmatini sen cho'shqalarla pul mol bilan o'lchishsin. Mening ko'zimda hozir ikki begunoh bolamning simasidan boshqa narsa yo'q. Mahmudjon chapdaslik bilan to'nkayga yaqinlab, bir qo'lida uning og'zini besib, yana bir qo'lida belidagi o'tkir pichiqini sug'urib elib, "Ya bismillah" deb bir vaqirab to'nkayning qoniga pichoqni suribdi. O'qdek etilib chiqqan qon qarshi tarafdagi sofada hushsiz yotgan ta'tayning usti beshigacha chachirab, u jonivorni uyg'otayotgandek qiladi. U cho'shqa andili qimirishiga Mahmudjon bir chamlab uni tizlib elib, "Bolalarim uchun" deb bir vaqirab ta'tayning qoniga pichoq urdi. Ajoyib ish. İnsanning qani qizil bo'ladigan. Bu ishki hayvonning nejis tenidan etilib chiqqani bo'lsa, xuddi vatanning neftligidan etilib chiqadigan xom neftdek qop-qora edi. Mahmudjon heliq ayrim sofaga tekrar kelib o'tirdi va uy ichiga yamrab yiqayotgan qonlarga qarab o'tirib qoldi. Tuyuqsiz taran qilgan bir ovoz uni cho'chitibdi va o'rnidan sakrab turib yotoq uy tarafga mangdi. Uyning bir qancha yotoq uyi bor bo'lib, ikkisini ichida hech nima yo'qligini ko'rdi. Ve üçüncü bir yatak uyunun işçiden itikligini bayqadı. O güçlük gavsi bilan shundoq bir urib edi, ishik ichiga gulib liqilib yiqildi. Uyda 16-17 yoshlar chamsida bir Xitoy qizi bor bo'lib, u reshatkalangan derazni ochaman deb, ha deb kuchayotgan edi. Besib kirgan Mahmudjonni ko'rgan Xitoy qizi "Ayya" deb chaqirib, yo'tqini o'rnib oldi. Aslida u uxlayotgan bo'lib, uy ichidagi voqealarni sezgandan keyin o'zi yotgan yotoq uydan sirtqa ketishga tamishlayotganda karvat beshidagi temir lo'nqaga puti tegib ketib, uni o'rayotgan ekan. "Ne shu shay? Shankan shama?" U sal hushini yiqqandek bo'lib, g'al-g'al titragan ovozda xitob qildi. Mahmudjon kutilmagan bu hodisadan nima qilarini bilolmay qolganda ko'rinadi. U bu oilaning bir qizi borligini bilmaydi. Xitoy qizi birdan yig'lab, usti-beshi qoniga milangan Mahmudjonni ko'rgandan keyin nima bo'lganligini aniq bilgan edi. U birdilla o'shiga kelgandek qilib, ustidagi yotqanni asta qayirib etdi va uxlash kiyimini asta ustiga tortdi. U astaga hech nima kiymagan edi. Yeshig'i to'lib qolgan bu Xitoy qizi endi allaqanday bir xiyollarga band bo'lganda qilib kulimsirdi va tushkini Mahmudjonga to'g'rilab turib, "Dagi, 你可以要我，但不要杀我" deb satijaydi. Ko'z oldidagi bu g'ayriy hodisa Mahmudjonni gangirtib qo'ydi. U bir erkaklik xosligi bilan ixtiyorsiz oldini islab qo'ydi. Tapanchasi betlangandek emas edi. Uyg'urning qanida bor bo'lgan insonlik, uning qanida mavjud bo'lgan erkaklik hissini besib tushgandek qiladi. Uning ko'z oldiga lagerda 100 dan ortiq odam oldida bosqinchilikqa uchragan heliqi Uyg'ur qizi keldi. Oma qizning chiroyli simosimi villada ko'rinib g'oyib bo'ldi. U onangni ishning kuchki. Sen mushu yeshig'da bu qadar pastkashlikni nereden o'rgangansan? Qattiq g'azablangan Mahmudjon bir chamdab Xitoy qizining chechidan yulib elib, "Allohu akbar" deb bir vaqirib Xitoy qizining beshini kesib oldi va yerga to'riqqa tashladi.
Eshikqa hardoq basqan Mahmudjon yerde birdam o'tirib aram elib olgandan keyin so'ngkisidagi zapas kiyimlarini yangilishlab kiyib, qonga milangan kiyimlarini so'ngkisiga chiroyli qatlab silib, uyga nereden kirgan bo'lsa shu yerdan chiqib, qorong'ulikda g'oyib bo'ldi.